Prostata bezining yaxshi sifatli o'smasi bilan tashxislangan bemorda zudlik bilan lazerli jarrohlik amaliyoti qo'llash zarurati tug'ildi. Ahamiyatlisi bu amaliyot Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bajarilgan ilk murakkab amaliyot sanaladi. Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida ilk marotaba prostata bezi xavfsiz giperplaziyasi adenomasini lazer yordamida kesib olish muvaffaqiyatli yo'lda qo'yildi. Bu tibbiyot tilida bu g'olib deyiladi, ya'ni Golmi laserning inoculation of the prostata degan. Kesuvlarsiz bajarilgan jarrohlik amaliyotining an'anaviy amaliyotlardan bir qancha afzalliklari bor. Bu operatsiyaning afzalligi kesuvlarsiz tabiiy siydik chiqaruv yo'llari orqali bajariladi. Operatsiyadan keyingi og'riqlardan kam bo'lishi va bemorlarning mehnat qobiliyatining tez tiklanishi bilan ajralib turadi. Shu paytgacha poytaxtda yoki xorijda bajariladigan bu kabi yuqori texnologik amaliyotlarning hududlarda tatbiq etilishi odamlarning ham vaqtini, ham naqdini tejab, ularning o'z vaqtida shifo topishiga sabab bo'lmoqda. Boshqa davlatlarga borishning hojati yo'q. Mana o'zimizning oblastnoy больницаga shunaqangi texnikalar, shunaqangi nimalar, yaxshi bir apparatlar keltirgan ekanlar. Biz bilmagan ekanmiz. Mana 40 minut, yarim soatga qolmasdi. Butunlay bu kasallikdan men xalos bo'ldim. Tibbiyotda erishilayotgan bu kabi natijalar yurtimizda sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasidir.